Nimaga aynan Dubayda ko'pchilik uy sotib olishga qiziqyapti degan savolga bugun qisqacha javob berishga harakat qilamiz. Birinchidan, Dubay hukumati tomonidan quruvchilar va qurilish va sotib olish va ijaraga berishgacha bo'lgan har bir jarayoni nazorat qilinadi. Ya'ni quruvchi qurilishni boshlashdan oldin, qurilish davomida va qurilish topshirayotgan paytida ham o'zini kontrolni tochkalari bor, tekshirib boriladigan va davlat bu yerda shunaqa shart qo'yganki, har bir quruvchi har bir proyekti uchun escrow account degan, ya'ni bank account ochadi va o'sha account davlat tomonidan nazorat qilib boriladi. Siz qurilish davomida pul to'laganingizda mablag'laringiz escrow accountda turadi. To'g'ridan to'g'ri quruvchini o'ziga bormaydi. Nima foydasi bor buni? Nima beradi bu bizga desangiz agar, endi xalq tili bilan aytganda uxlatib ketishmaydi pulingizni. Ko'pchiligi qiziq bo'layotgan joyi bu pulini bitta joyga qo'yib qo'ysa va o'sha puli ularga ishlasa, ya'ni ko'proq pul qilishga yordam bersa, qanaqa qilib o'zidan o'zi yana ko'proq pul bo'ladi degan savolga juda oddiy javob bor. Birinchidan, ko'pchilik investorlar uy sotayotganda uyni kotlovan holatida xarid qilishni yaxshi ko'rishadi. Quruvchilar esa kotlovan paytida anchagina arzonroq beradi, narxi qimmatlashib boraveradi. Shuni hisobiga siz boshida, misol tariqasida aytaman, $300,000 olgan uyingiz keyinchalik 2 yil o'tib sotayotganingizda $350,000, $400,000 bo'lishi ham mumkin. Narxi oshishi ko'p narsaga bog'liq bo'ladi. Birinchidan, yaxshi tanlangan lokatsiya, lokatsiyangiz qanchalik qulay, qanchalik shu lokatsiyada uy olishga talab kuchliligi asosan hal qiladi. Nimaga desangiz agar, hamma narsani narxini oshishini sababchisi bu talab ko'pligi. Talab ko'pligini hosil qiladigan omillardan bittasi bu. Talabi ko'p bo'lishi mumkin. Agar siz yaxshi proyektdan uy olgan bo'lsangiz, shu proyektda sizga sifat va boshqa tomonlama qulay tomonlari borligini hisobga olib, borgan sari narxi oshar ekan. Buni tushundik. Ikkinchi taqilgan yo'li bu arendaga qo'yish. Arendaga qo'yib, yiliga kvartirangizni 8% dan 10% gacha pulini yana chiqarib olsa ham bo'ladi. Bu degani 10 yil deganda kvartirani butunlay puli ham chiqib ketadi. $300,000 deb kvartira narxini faraz qilsak agar, birdaniga $300,000 berib sotib olish kerak degani emas bu. Aksariyat holatda imzolaganingizda 20% pulini to'lab turib, shu kvartiraga egalik qilishingiz mumkin. U yog'ini bo'lib to'lash asosida odatda beriladi. Naqdga ham sotib olsa bo'ladi, skidka beriladi, to'g'ri. Lekin bo'lib to'lashga topshirilgandan keyin ham to'lanadigan рассрочка variantlari ko'p. Ya'ni qurilib bo'lgandan keyin 2 yil, 3 yil davomida yana to'lab sekin-sekin uziladigan joyi ham bor. Faraz qiling, bitgandan keyin siz arendaga olib qo'yib qo'ydingiz, ana pulni olib o'zini to'lovini yopib yuborsangiz bo'ladi. Shunaqa qilib Dubayda kvartira olish ancha-muncha osonlashtirilgan. Shuni hisobiga ko'pchilik bu narsaga qiziqadi. Oxirida aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam, bu faqatgina kotlovan paytida emas, balki boshqa paytda ham kvartira sotib olishga yaxshigina skidkalar bo'ladi. Bunga sabab Dubaydagi katta raqobat. Har bir quruvchi ham yaxshi sharoit taklif qilishga harakat qiladi. Bizda ham Object One'da, Ramazonda juda yaxshi skidka bo'lib turibdi. Kvartirani 4% odatda davlatga to'lanadigan soliq hisoblanadi. Va shu 4%ni agar shu mart 31-sigacha Object One'da kvartira sotib olsanglar agar, buni biza o'zimiz to'lab beramiz. Ikkinchidan, topshiriladigan kvartira o'zi oq devorlar topshiriladi. Oq devor deganda bizadagi chernovoy, belovoy degandagilar emas. Ya'ni bitirilgan, abo'y emas, boshqa emas, oppoq devorlar, yevropeyskiy stilda qilingan. Har doim oshxona anjomlari bilan birga topshiriladi kvartira. Ya'ni kir yuvish mashinasi bo'ladi, kuxni garnitur, hamma narsasi ichida. Gaz plita, xolodilnik. Shunaqa qilib 4% chegirma plus fully furnished deydi. Ya'ni to'liq mebellari bilan birga topshiriladigan kvartira sotib olsangiz bo'ladi. Mana shu Ramazonda aksiyani e'lon qilganimizdan biri savdo yanada tepaga chiqib ketgan. Shu oyni rahbariyat rekord qilamiz degan maqsadda yana qo'shimcha 1% skidka ham berishdi. Umumiy olganda 4% skidka edi, 5% skidka bilan birga to'liq jihozlangan mebellari bor kvartiraga ega bo'lish mumkin. Bergan ma'lumotlarim foydali yoki qiziqarli bo'ldi deb umid qilaman. Agar ikkalovi ham bo'lgan bo'lsa, undan ham xursandman. Sizlar bilan Odiljon bo'ldi, Object One kompaniyasining sotuv menejeri. Yaxshilikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.